Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin, shunaqasi ham bo'lib turadi. Mazali shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Tuxumni chaqib, oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Oqini o'zini ko'pirtirishni boshlab, oz-ozdan shakar solamiz. Tuxum sarig'iga o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan bezyusdan aralashmamizni qo'yib, 1-2 aylantirib olamiz. Ko'p aylantirib yuborish mumkin emas. Kakao, razrıhlitil unni elakdan o'tkazib, xuddi ko'rsatilgandek ko'tarib aralashtirib qolipga solib tekislab, pishirish uchun pechga yuboramiz. Biskvitga o'simlik yog'i solinganligi uchun biskvit sochni bo'ladi. Pishgan biskvitimizni sovutib, ko'rsatilgandek qilib qolip yordamida dumaloq ko'rinishda kesib olamiz. O'rtasidan chiqqan biskvitlarni chopperda maydalab olamiz. Eng mazali krem tayyorlash uchun qaymoq, tvorojniy sir, shakar upasini mikser qilib olamiz. Propitka uchun suvga shakar, kofe solib aralashtirib olamiz. Sirligimizni terishni boshlasak ham bo'ladi. Kremni mishokka solib, siqib chiqazib, ustiga banan joylaymiz. Banan atrofiga kremni joylab, chetlariga surib, ko'rsatilgandek qilib kroshkamizga belab olamiz. Eng so'nggi jarayon ustidan ganash siqib chiqarsak tayyor bo'ladi. Video jarayonida nima o'zgarish sezdinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.